Tüm aziz mehmonlar, mezbonlar, mana bugün bizam Navoiy viloyatidan mana kelaverishda hamma rayonlardan do'stlarimizni birma-bir yig'ib kelaverdik. Shu yoqqa qarab Ismatjon do'stimizni bugün tug'ilgan kunlari 2 fevralga edi. Ayni bugün o'ldirolmish oldilar. Nabiralari bilan birgalikda endi xonadonlariga hamisha yaxshi kunlarga kelish nasib etsin hammamizga. Jo'ramizni tabriklaymiz. Shu bugungi yaxshi kun bilan hammamizni shunaqa kunlarga nasib etsin. Endi hozir men yana bir arzimas endi jo'ramizga biz ham bitta to'n kiydiraylik. Marhamat. Biza yoshligimizda Buxoro qishloq xo'jalik texnikumiga birga o'qigan edik. Shunga bir o'sha vaqtlarga men qo'shiq aytib yuraydim. Ismatjon qo'shiq aytaydi va akordeon chalaydi, doira chalaydi, professional san'atkor edi bu. Shu universal. Shu munosabat bilan men bitta qo'shiq bilan jo'ramni tabriklamoqchi edim, bitta doirachi bilan so'zdan keyin marhamat. Rahmat.